Assalomu alaykum. Bugun nutq buzilishlari haqida suhbatlashamiz. Nutq buzilishlariga sabab mushaklardagi taranglik, stress, asabiylik, qo'rquv bo'lishi mumkin. Bu neyropsixologik, psixologik va logopedik muammolardan kelib chiqadi. Agar sizda yoki farzandingizda nutq buzilishlari, tutilib gapirish, duduqlanish bo'lishi mumkin bo'lsa agar, siz bizni 6 oylik intensiv kursimizga yozilishingiz kerak bo'ladi. Bunda har kuni boshida har kuni 10 kun uzluksiz 1 soatdan shug'ullanamiz. Keyin esa 6 oy davomida kun ora 1 soatdan psixologik, neyropsixologik va logopedik amaliy mashg'ulotlarimiz bilan shug'ullanamiz. Sizga alohida individual, ya'ni sizni o'zingiz uchun yakkama-yakka tartibda olib boriladigan amaliy mashg'ulotlarimiz tayyorlab qo'yilgan. Nimani kiyib oling endi bu yog'iga xalatni. Duduqlanish va tutilish qanday lecheniya qilinadi, ya'ni davolanadi? Birinchi o'rinda mushaklardagi taranglikni massaj qilamiz. Bo'yin orqali bo'yinni massaj qilamiz. Bo'yinni, tomoqni va yuz sohasini massaj qilish orqali. Va yana bir davolash usuli qo'llaringizni ham mana shunaqa holatda massaj qilish orqali davolanadi. Bunga 10-15 minut vaqt ketadi. Keyin esa og'iz bo'shlig'ingizni zond orqali va uchastka orqali og'iz bo'shlig'ingizni mana shu apparatini talaffuzingiz bilan shug'ullanamiz. Undan keyin yana 15 minut sizni yoki farzandingizni aqliy mashqlar, ya'ni ranglarni, shakllarni aniqlash bo'yicha bunaqa mashqlar yoki sherigini top mashqlari, misol uchun mana bu yerda sherigini top mashqi, qulf kalit, misol uchun bola qulf bilan kalitga joy-joyga qo'yadi, sherigini topadi. Yoki oddiy mana shunaqa shakllarni sherigini topadi. Ko'pchilik mendan nutq nuqsonlarini onlayn bartaraf etsa ham bo'ladimi deb so'raydi. Bo'ladi. Buning uchun sizga 3 ta amaliy mashg'ulot beraman. Faqat onlayn bartaraf etishni, nutq nuqsonlarini bartaraf etishni siz to'g'ri, muntazam va mutaxassis yordamida, mutaxassis nazorati ostida bajarishingiz kerak. Demak, 3 ta amaliy mashg'ulot. Birinchisi to'g'ri mutolaa qilish. Ya'ni kattalar uchun alohida kitoblarni, bolalar uchun alohida kitoblarni to'g'ri mutolaa qilish. Nafas mashqlarini to'g'ri ushlab, ifodali o'qish, dona-dona, oldiniga bir bo'g'inli so'zlarni, keyin ikki bo'g'inli so'zlarni, keyin hikoyalarni, she'rlarni, topishmoqlarni o'zini yoshiga moslab o'qish. Ikkinchi amaliy mashg'ulot bu oynaga qarab mashq qilish. Men bugun qanday mashg'ulotlarni amalga oshiraman? Bugun men o'z-o'zimga to'g'ri nafas olish va psixolog mutaxassis yordam bergan, aniqlashtirib bergan mashqlarni amalga oshiraman. Mana shunaqa. Xohlagan so'zingizni oyna orqali gapirishni o'rganish bu ikkinchi amaliyot hisoblanadi. Uchinchi amaliyot esa neyrogimnastik amaliyotlar. Duduqlanishni vaqtida bartaraf etish mumkin. Eng muhimi, siz muammoni ortga surmasligingiz kerak. Asosiysi, siz to'g'ri mutaxassisga murojaat qiling. Salomat bo'ling.